Tovondagi og'riqlar shporani natijasida yuzaga keladigan og'riqlar bor. O'zi boldir mushaklari zo'riqqanda, tonusga kelganda plantarni fasiyada yallig'lanish kuzatiladi. Shuning natijasida shpora yuzaga keladi. Bu mashqlarda ancha og'riqlar kamayadi. Ya'ni axil paylari bor. Ularni ham ushlab turib, sekin astalik bilan ikki yoqqa tortamiz. Ancha tonus kamayadi. Boldir mushaklarini ham o'zimizni, ya'ni terapevtni o'zini bosimi bilan, ya'ni kaftda bosim bermaymiz-da, tanamizni bosimi bilan masaj qilamiz. Bilagimiz bilan ham yumshatib chiqamiz boldir mushaklarini. Qon aylanishi yaxshilanadi. Limfalarning harakati ham faollashadi. Yani sekin tirsagimiz bilan, tirsakni o'zi botirilmaydi, lekin tanamizni og'irligi bilan bajariladi. Bu yoqimli bo'ladi. Tonus tushadi, og'riqlar kamayadi. Boshda sal sezilarli ozgina og'riq bo'lishi mumkin, 1-2 kundan keyin qo'yaveradi.